Bizni mana bunaqangi skidkalar umuman qoniqtirmaydi. Biznesingizni rivojlantirish uchun optimchi bo'lasizmi, donachi bo'lasizmi? 90% Turkiyaning mahsulotlaridan tashkil topgan arzon omborga keldik. Optimga ham, donaga ham 50% gacha skidkada sotiladi. N-Hunter'dan nabor 72600 so'm. Keyin Dermakildan mitselarkalar 36400 so'm. Rozareyadan talklar 18600 so'm. Sleepy Dermakil jidki meylalar 15400 so'mdan. Bolajon xalqimiz 52800 so'm sotilgan Sleepy tagliklari 34 mingdan bo'ladi. Butilkalar deysizlarmi, uxachiskalar deysizlarmi, shampunlar deysizlarmi, 17 ming so'mdan katta shampun. Badan uchun Adikolon 20600 so'm. Sovunlarni ko'ringlar, 2,5 ming so'mdan. Voy dod, mana sovunlarni ko'ryapsizlarmi? 1550 so'mdan 3200 so'mgacha. 127 ming sotilgan Mamkins tagliklari 75 ming so'mdan. Tugab qopti, voy unaqa bo'lib qopti degan narsa yo'q. Lekin ulgurib olish kerak. Nimaga bu yerda arzon desalaring, bu omborda sizlar uchun tashkil qilgan odam 18 yildan beri distributsiya bilan shug'ullanishadi. Manzilimiz Jomida. Jomidan kirib kelish Olmazor Raygazi ro'parasida. Arzon ombor. Bemalol foydalansalaring bo'ladi. 19-fevral kuni soat 10 da ochiladi. Bemalol kelib foydalanib ulgurib oladigan joyi. Bu hadiya har kuni ham bo'lmaydi. Bir kun bo'ladi. Xizmat olsa Jomidamiz.